Assalomu alaykum. Katyolga trayniklarimiz tayyor bo'ldi. Diametri 12 diametri. Bu yoq ozgina uzunroq tayyorlaganmiz, sababi joylariga qarab ortiqchasini kesib tashlaydilar. Tushiradi. Tagida stakanchik mana. Tepadan tushayotgan qurum stakanga tushadi, stakanda olib qo'ysa bo'laveradi keyin. Tozalasa bo'laveradi. Tushishlari ham yaxshi. Choklari ham zakonni yaxshi holatda choklangan. Samarasi qilinmagan. O'ziga o'zi bartarganmiz mana. Mana bu ichki holati mana. O'ziga yopishtirilgan. Bu stakana qalinligi 0.7 dan bo'lgan hammasiniki. Общий 7 ta truba aytilgan. Trubani balandligi 1 metrdan 2 dona tirsak chig'anoq aytilgan. Shapkasi mana, shapkasi ham qo'ziqorin shapkadan. Oyog'ini 3 ta qilib berganmiz shapkani. Nechta balandda turishini hisobiga o'ynab ketmaydi. Bu katyolda og'zi o'sha truba tushadigan joylari. Va mana bunday holatda tushadi. Mana bunday holatda turadi. Bizdan qulayligi yengilroq, qurilishga oson. Aytilgan razmerga tayyorlanaveradi. Traynik.